Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Sürgündü Hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Xitoy Gollandiyada qanunsuz saqchixana qurish bilan ayblangan. Tibetning poytaxti Lxasada Xitoyning Covidni bahona qilib uyga sulab qo'yish siyosatiga qarshi namoyish o'tkazilgan. Kanada xon jamiyati atliq saqchilari Xitoyning Toronto rayonidagi saqchi punktlarini tekshirayotgan ekan. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Xitoy Gollandiyada qanunsuz saqchi punkt qurish bilan ayblangan. BBC'nin 26 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy hukumati Gollandiyada kam degandimi oshkora e'lon qilinmagan 2 saqchixona qurish bilan ayblangan. Gollandiya axboroti Xitoyning chet eldagi o'qituvchilarning og'zini etishni maqsad qilib, diplomatik mulozimat qilishga va'da bergan chet el mulozimat stansiyasi qurganligiga aloqador dalil-isbotlarni tepib chiqqan. Gollandiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi rasmiy bo'lmagan qanunsuz saqchixonalarning borligini aytgan. Xitoy Gollandiyaning bu bayonlarini rad qilgan. Tashkilotning aytishicha, Xitoydagi 2 o'lka, dunyodagi 5 qit'a, 21 davlatda 54 chet el saqchi mulozimat markazi qurgan bo'lib, ko'pinchisi Yevropaga tarqalgan. Buning 9'i İspaniyada, 4'i İtaliyada, 2'si Angliya Londonda, 1'i Glasgow'da ekan. Bu saqchixonalar ko'rinishda xalqarodagi jinoyatlarni bartaraf qilish, sho'pirlik kinishkisini yangilashdek idora vazifasini ijro qilayotgandek ko'rinadigan. Bexatarlik qo'g'duvchilarning so'ziga qaraganda, ular Xitoyga qarshi so'zlaganlarni yurtlariga qaytarish maqsadida qoyil qilish harakati elib berib, ularga besim ishlatadigan. RTL xabarlari tekshirish axborot sahnasi Gollandiyada Xitoy saqchi tarafidan isqoqlangan Wang Jingyu ismli o'qituvchi Xitoyning hikoyasini ham bahirlagan. Xitoy o'qituvchisi muxbirga Xitoyning mulozimat markazida ishlaydigan birining uning bilan telefon suhbati elib berish jarayonida masalani hal qilish, oilasini o'ylash uchun Xitoyga qaytishi kerakligini aytgan. U shuningdek keyin tajovuz qilish, upirtish qilmishlarining qurboni bo'lgan. Gollandiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi BBC'ga Xitoyning diplomatik usullar orqali Gollandiya hukumatini bu ahvoldan xabardor qilmaganligini aytgan. Pasportni yangilash yoki viza talab qilish qatorliq mulozimatlarni odatda elchixona yoki konsulxona bajaradi. Viyana ahdnomasi bo'yicha bu o'rinlarda diplomatik qoidalarga asosan ish bajariladi. Xitoyning boshqa davlatlarda saqchixona qurish qilmishi sohibxon davlatning adliya huquqi va yerlik qonun tarafidan belgilangan qo'g'dash huquqini oyoq osti qilib, zamin butunligiga tajovuz qiladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin chorshanba kuni Xitoyning chet eldagi saqchi punktlarining Xitoy fuqarolariga xizmat qilishni maqsad qilganligini va sohibxon davlatning adliya huquqiga hurmat qilganligini aytib turgan. Xitoy virusi sababli nurg'ulg'an Xitoylar yurtlariga qaytalmagan bo'lib, ularning muxbirlarga bergan bayonotiga qaraganda, yerlik hukumatlar qiyinchiliklarni yengish uchun torda badan tekshirish va sho'pirlik kinishkisini almashtirishni nishon qilgan xizmat supisi ochgan ekan. Tibetning poytaxti Lxasada Xitoyning Xitoy virusini bahona qilib uyga sulab qo'yish siyosatiga qarshi namoyish o'tkazilgan. Erkin Asiya radiosining 26 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Tibetning poytaxti Lxasada g'azablangan aholilar chorshanba kuni ko'chalarga chiqib, Xitoyning ularga 2 oydan ko'proq vaqtdan beri yurgizgan Xitoy virusi sababli uyga sulab qo'yish siyosatiga e'tiroz bildirishgan. Bu Xitoy saqchilari va harbiy qismlari necha 10 odamni o'ldirgan 2008-yildagi Tibet qo'zg'olonidan buyangi tunji qitimliq namoyish bo'lib, Erkin Asiya radiosi erishgan sinlarda ko'chalarda nurg'unlagan namoyishchilar, oq rangli qo'g'dilish kiyimi kiygan xodimlar, kechada ovozini bo'lishiga qo'yib o'tib vaqirayotgan namoyishchi qo'shin ko'rsatilgan. Namoyishchi ammo ham Tibet tilida ham Xitoy tilida so'zlagan. Badan ishorati orqali o'zini o'ldirib olishga urinayotganligini ifodalagan. Ko'cha ishoratlari va restoran ismlaridan foydalanib, Erkin Asiya radiosi tepib chiqqan xaritadan namoyishchilarning shaharning sharqiy tarafidagi Lxasaning Chungban rayonining Chakrong bo'lagida va yana shaharning Payi rayonidagi ko'chada namoyish olib borganligi ma'lum. Lhasa aholilari ijtimoiy taratqularda ommaning tayyorliksiz uyga sulash amrining berilganligini, uzuqliq, davolanish sharoitining nacharligini bildirishgan. Kanada xon jamiyati atliq saqchilari Xitoyning Toronto rayonidagi saqchi punktlarini tekshirayotgan ekan.
Toronto Star torining 26 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Kanada Xan jamiyati atlas saqchilarining aytishicha, ular oldingi oyda kishilik huquq tashkilotlaridan Xitoyning saqchi punktining borligini anglagandan keyin texmo keng doiralik tekshirish elib borgan. Bexatarlik qo'g'dug'uvchilarining dokladida dunyodagi 54 punkt, Torontodagi 3 punkt gavdalantirilgan bo'lib, buningda Xitoy fuqarolarini har xil sabablar bilan Xitoyga qaytishga majburlaganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Kanada Xan jamiyati atlas saqchilari bu ishqa hozir hech qanday baho berolmaydiganligini aytgan. Ammo Xitoy elchixonasi bu punktlarni chet eldagi o't yurak yerlik Xitoylarning boshqaradiganligini, sho'pirlik kinishkisini yangilash va boshqa mulozimatlar uchun ishlatadiganligini aytib turgan. Madridga joylashgan bexatarlik qo'g'dug'uvchilaridan Peter Dahlin Xitoycha yozilgan maqolalar va hukumat hujjatlari orqali bu punktlarning bilinib qolganligini, Xitoy hukumati va Xitoy saqchilarining keng ko'lamda qaytishga qoyil qilish harakati bilan shug'ullanganligi to'g'risidagi hujjatlarni ko'rganligini, hujjatda 2021 yili 4-oydan 2022 yili 7-oygacha bo'lgan aralıqda 120 davlatdan 230 ming nafardan ortiq odamni qaytarib kelganligi bayon qilinganligini, qonunga xiloflik qilish bilan ayblanmasimi nishonga ilindiganligini aytgan. Tanqidchilarning aytishicha, bu punktlar Kanadaning egilik huquqiga daxl taruz qiladi ekan. Star Torontoda markaziy hujuga joylashgan saqchi tarafidan boshqariladigan 3 joyni ziyorat qilgan. Bu o'rinning biri Markhamdagi Major Mackenzie Drive va Woodbine rayoniga yaqin bir oilaning uyi. Yana biri Scarborough'dagi Fitch Avenue East'ning janubiga joylashgan jiddiy maydondagi bir qulaylik do'kon. 3-o'rin bo'lsa Bridgemont va High atrofidagi Royal Tourist Court sanoat binosiga joylashgan bir ishxona. Buni boshqarayotgan Xitoylar Fuju chet el saqchi mulozimat markazini azaldan anglab boqmaganligini aytib turgan. Zulmga sukut qilish zulmdir. Millatning zulmga sukut qilganligi sababidan umumyuzlik jazoga uchrashi shar'iy haqiqatdir va ijtimoiy qonuniyatdir. Chunki zulmga sukut qilishning o'zi zulmdir, zolimga yo'l qo'yganlikdir va zulmga o'rtoq bo'lganlikdir. Millatning zulmga sukut qilish sababidan umumiy jazoga uchraydiganligi hadislarda aniq tilga ilingan. Rasululloh insonlar zolimning zulm qilayotganligini ko'rib turib, zolimning qo'lini tutib olmasa, ya'ni zulmga e'tiroz bildirmasa yoki zulmga qarshi chiqmasa va yoki zulmni to'smasa, Allah u insonlarning hammasiga bir tutash jazo berishi mumkin degan. Bugun beshimizga kelgan musibat, xo'rliq, qirg'inchilik, bo'linish, ichki ideya to'qinishning asosli sababi mustamlikaga va siyosiy zulmga sukut qilganlikdan kelib chiqqan. Millat mustamlikaga, siyosiy zulmga, aqida va vatan millat tajovuzchiligiga, kimlikning parchalanishiga uzun zaman sukut qilib keldi. Zulm suyakdan o'tmoqcha yoki zulm oilasiga qadar tahdid qilib kelmoqcha beshini ichiga tiqib keldi. Şuna millet zulmga sukut qilganlik, satqınlık qilganlik, satqınlarni arasıga alganlik, zalimlarga yan basqanlik, mustamlikini qabul qilish ideyasidan qutulolmaslik, tajovuzchilarga siyosiy va ideviy jihatdan g'alchilik qilganlik qatorliq gunohlarning jazosini o'tamoqda. Allohning millat xarakterlik bergan jazosidan qutulishning birdan bir to'g'ri yo'li aktiv aqidalik, sog'lom ideyalik, go'zal axloqlik, yuksak ilm ma'rifatlik, ong saviyalik, yaramliq va mas'uliyatchan musulmon bo'lib, o'zimizning aqidasini, qalbini, ideyasini va axloqini isloh qilish, zulmga yon bosmaslik, mustamlikini qat'iy qabul qilmaslik, boshqalardagi aqidamizga taqashmaydigan foydali taraflardan foydalanish, sabab natijaga uyg'un holda foyda manfaatni mo'ljallab ish harakat qilish, millatning bir butun kimligi va qimmat qarashlariga rioya qiladigan sog'lom siyosiy yo'l xaritasi asosida umidsizlanmasdan kurash ro'yini davomlashtirishdir. Sabab bizdan, natija Allohdan. Abdurahmon Jamal Kashig'ari. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kökün Allah için köp rahmet. Kiler kıttım programımız. Görüşükçe Allah'a emanet olun sizler.